Assalomu alaykum. Bugun biz e-taqriz platformasidan ro'yxatdan o'tish va taqrizchi bo'lish uchun ariza topshirishni ko'rib chiqamiz. Dastlab brauzer orqali e-taqriz.uz saytiga kiramiz. Bosh sahifaga kirganimizdan so'ng tizimga kirish tugmasini bosamiz. Foydalanish shartlari bilan tanishib chiqib, keyingi bosqichga o'tamiz. Agar siz oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, shunchaki telefon raqamingiz va parolingizni kiritib, kirish tugmasini bosasiz. Agar siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, One ID tizimi orqali ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Profilingizga kirganingizdan so'ng chap tarafdagi menyu orqali taqrizchi bo'lish arizasi bo'limiga o'tasiz va ariza yuborish tugmasini bosasiz. Navbatdagi qadam ilmiy unvoningiz va darajangizni tanlang. Ixtisoslikni tanlash tugmasini bossangiz, fan yo'nalishlari ro'yxati chiqadi. Masalan, agar siz mexanika mutaxassisi bo'lsangiz, nazariy mexanika bandini belgilaysiz. Keyingi bosqichda siz ilmiy daraja yoki ilmiy unvonni tasdiqlovchi diplomingizni ham yuklashingiz kerak va barcha shartlarni qabul qilaman bandini belgilab, ariza yuborish tugmasini bosasiz.